Assalomu alaykum barchaga. Abidga to'g'risi har kuni tovuq grutkasini qaynaganini yoki dimlanganini yeyverish to'g'risi o'tmay qolar ekan har kuni. Shuning uchun sal appetitliroq bo'lish uchun ratsionni biroz o'zgartiramiz. Ya'ni qanaqa o'zgartiramiz? Tak, bu mahsulotimiz kurkani oyog'i, buni terisini shilgan holatda pishiriladi. Bu esa o'rdakni filesi, grutkasi bu ham tovuqning grutkasi, bu esa tovuq go'shtidan bo'lgan kotlet. Bu baliqning filesi, to'g'risi lasos olishga hamma qatori meni ham cho'ntagim ko'taravermaydi. Shuning uchun oddiy baliqning filesidan foydalandim. Bu bilan birga har kuni bu bir kuni, bu yana bir kun obedga, bu ham obedga, bu hammasi mana shu 5 ta mahsulot, mani 5 kunlik obedim. Buni umumiy hisoblaydigan bo'lsak, bu menga где-то bir 10 kunlarga, balki 10 kundan o'tar ham bo'ladi. Bunga qo'shimcha salat bilan ozgina qaynagan guruch qo'shib birgalikda iste'mol qilinadi. Bizni kuzatishda davom eting. PP diyetичный завтракda diyetичный ujinlarim qanaqa bo'lishini ham kuzatib boraman. Ha, yana bitta narsa, bularning har bittasini 250-300 gramm miqdorda grammajniy tarozi bor. O'sha miqdorda duxovkada pishiriladi. Shu inobatga olingan holatda. Sizlarga hali PP ujinni ham, PP завтракni ham qanaqa tayyorlanishini, nimalar yeyishimni ko'rsatib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat.